Qachon inson chuqur nazar soladigan, mulohaza qiladigan bo'lib qolar ekan desa, insonga bir muammo kelsa, u muammo ham jasadini, ham qalbini qiynasa va shu muammoga yechim topolmasa, inson chuqur fikrlashni boshlaydi. Ya'ni shu muammodan chiqish yo'lini qidirishni boshlaydi. Chuqur mulohaza qilish natijasida shu muammodan chiqqandan keyin inson har bitta narsaga chuqur qaraydigan bo'lib qoladi. Yuzaki qarab keta olmaydigan bo'lib qoladi. Shu insonni chuqur fikrlaydigan bo'lib qolishi, chuqur mulohaza qiladigan bo'lib qolishi hamma joyda yordam beradi. Hamma joyda o'ylab ish qiladigan, o'ylab gapiradigan, bitta ishini o'ylab qiladigan bo'ladi. Aks holda qanaqa bo'ladi desa, aks holda yengiltek bo'ladi odam. O'zi ko'p mulohaza qilishga dangasa bo'ladi-da odam. Iloji boricha maza qilib olish kerak deydi-yu. Maza qilib oladigan, ko'p mulohaza qilishga kirishmaydigan bo'ladi odatda. Yengiltek bo'ladi. Muammoga kirsa, u muammoga yechim topsa, shu muammoni ustida chuqur mulohaza, chuqur nazar solsa, shu muammoni ustida izlansa, u mana shunaqa oqil odamga aylanadi. Keyin bitta narsaga yuzaki qaramaydigan bo'lib qoladi. Bitta narsani ustida chuqur qarashi, bitta narsani ustida chuqur mulohaza qilishi yoqtiradigan bo'lib qoladi. Va mana shu o'sha muammoni beradigan eng katta foydasi. Muammo insonga mana shunaqa foyda bersa, haqiqiy foyda hisoblanadi. Haligi gap bor, aqlli odam boshqa bir insonning muammosi ustida izlanib, fikrlab, o'sha muammoga o'zi tushmaslikka harakat qiladi. Aqlsiz odam bo'lsa, o'sha muammoga kirgandan keyin fikrlashni boshlaydi. O'zi mulohaza, o'zi yechim qidirish boshlaydi. Nodon odam esa shu muammoga kirgandan keyin ham mulohaza qilmaydi. Shunaqa muammolarga botib, insonlik sifatini yo'qotib yashab ketaveradi.